Hammaga salom. Bunda hozir biz introduction, ya'ni essayga introduction yozishni ko'rib chiqamiz. Sizlar bilan introduction yozishni, qanday yozishni ko'rib chiqqandik. Endi bunda sample, ya'ni namuna qanday yozamiz, namunalar bilan ko'rsatib beraman. Endi qaranglar, bizga 3 ta unsur kerak edi, 3 ta element kerak edi. Birinchi o'rinda general statement about the topic. Ya'ni mavzu haqida umumiy bitta gap. Masalan, telefonlar haqida bo'lsa, bugungi kunda telefonlar odatiy holatga aylandi. Masalan, reklamalar haqida bo'lsa, reklamalar hayotimizning bir qismi, yoki mashinalar bo'lsa, mashinasiz hayotimizni tasavvur qila olmaymiz. Mana umumiy bitta gap aytishimiz kerak. Endi keyingi o'rinda tezis kerak edi. Tezis bu qaranglar, answer the question. Savolga javob berardik, or paraphrase the question. Endi savol turiga qarab har xil bo'ladi. Savolni paraphrase qilib, keyin savolga javob ham berib ketsak bo'ladi. Mana bunda esa shunchaki savolga javob berib ketsak ham bo'ladi ba'zan. Endi qaranglar, uchinchisida esa biz aytdik, tell the reader your plan. Ya'ni siz rejangizni ayting o'qiyotgan odamga. Hop. Endi qaranglar, buni esingizda bo'lsa, buni yozishimiz shart emas edi. Ya'ni bu optional deyiladi. Ya'ni bu essayda men shuni muhokama qilaman deb aytib berish kerak edi. Bu optional, ya'ni ixtiyoriy yozmasalar ham bo'ladi. Qaranglar, ba'zi kitoblarda mana bu kitobda masalan, qaranglar, mana buni birinchi o'rinda, mana bu bir, endi tartibsiz berib tashlagan, buni o'zimiz to'g'rilab olishimiz kerak edi. Birinchi o'rinda general sentence about the topic, ya'ni topic haqida general sentence, ya'ni gap berishimiz kerak. Ikkinchi o'rinda esa qaranglar, ikkinchida mana bunaqa narsa beradi ba'zan. Add an extra sentence to support the first. Ya'ni mana uni qo'llab-quvvatlash uchun yana bitta gap ber deydi. Keyin esa uchta esa focus on the question in your own words. Ya'ni savolni o'z so'zlaringiz bilan yozingda. Ya'ni paraphrase qiling degani. Tell the reader your plan, bu oxiri yozilardi. Hop, endi qaranglar. Buni agar qo'shsak bo'ladi. 2 deb extra sentence to support the general statement. Hop, ya'ni general statementni qo'llab-quvvatlash uchun yana bitta gap yozsak bo'ladi ba'zan. Endi bu ixtiyoriy. Qo'shsa ham, yozsa ham bo'ladi, yozmasa ham bo'ladi. Hop, endi qaranglar, birinchi savolda advertisements are becoming more and more common in everyday life. Ya'ni reklamalar hayotimizning odatiy bir turiga aylanib bormoqda. Is this a positive or negative development? Ya'ni bu pozitivmi yoki negativmi deyapti. Bu jarayon pozitivmi yoki negativmi deyapti. Hop, endi qaranglar. Birinchi o'rinda biz yozishimiz kerak. Mana bu umumiy gap yozishimiz kerak reklamalar haqida. Qaranglar, biz umumiy biz bilib olishimiz kerak. Qaranglar, har doim general topic nima va specific topic nima. Hop, qaranglar. General topic advertisement haqida, ya'ni reklamalar haqida. Advertisement, hop, demak, endi specific topic esa is our advertisements good or bad. Ya'ni yaxshimi yomonmi, pozitivmi negativmi. Aynan mana shu reklamalar yaxshimi yomonmi, o'sha narsa haqida bu specific topic. Aynan reklamalarni qaranglar. Specific topic nima? Specific degani aynan bitta narsaga e'tibor qaratilsa specific bo'ladi. Masalan, reklamalar to'g'risida har xil specific topiklar topsa bo'ladi. Masalan, qaranglar, reklama necha minut bo'lishi kerak degan narsa o'qib olish mumkin. Masalan, qaranglar, siz televizorda kino ko'ryapsizlar, orasidagi reklama necha daqiqa bo'lishi kerak. Masalan, juda ham ko'pmi, kammi? Aynan mana shunaqa haqida. Bu yerda endi umumiy holatda reklamalar
yaxshimi yomonmi yoki pozitivmi negativmi degan narsa kelyapti. Qaranglar, endi mana shu reklama haqida biz umumiy bitta gap yozishimiz kerak. Xo'p. Masalan, qaranglar. Biz yozsak bo'ladi. Advertisements are now masalan an important part of daily life. Ya'ni kundalik hayotning muhim bir qismi bo'lib qolgan. Qaranglar, mana bu yerda mana buni parafrez qilgandek bo'ldik. Qaranglar, general statement tarzida berilganda bu o'zi. Ya'ni umumiy gap sifatida berilgan. Bizda aynan savol pastda bo'ladi. Endi biz mana buni qo'llab-quvvatlash uchun extra sentence, ya'ni qo'shimcha bitta gap yozsak bo'ladi. Masalan, they are everywhere, such as on TV or social media streets, social media, and even on our phone. Ya'ni ular hamma joyda bor. Yoki mana buni aytsak bo'ladi. We can see them everywhere. Ya'ni biz ularni hamma joyda ko'ra olamiz. Masalan, social media, even our hattoki telefonlarimizda deb aytyapman. Qaranglar, buni yozmasalaring ham bo'ladi. Endi mana bu yerda yozishimiz kerak. Bu pozitivmi, negativmi? Qaranglar, biz har doim o'zimizni fikrimizni bildirib ketishimiz kerak. Ya'ni o'zimizni pozitsiyamizni bildirib ketishimiz kerak. Ayniqsa opinion essaylarda, chunki hozir bu yerda sizlarga ko'rsataman. Bormikan mana bu yerda? Xo'p, mana bu yerda band descriptors bor, ya'ni qaranglar, task response da 7 da barcha topshiriqlarni to'liq bajarish va ikkinchisiga qarasanglar, presents a clear position, ya'ni o'zining pozitsiyasini, o'zini fikrini ayta olish kerak deyapti. Throughout the response, ya'ni butun bir javob qaytarishda, ya'ni butun bir javobida, ya'ni to'liq bir essayni boshida ham, o'rtasida ham, oxirida ham biz o'zimizni pozitsiyamizni bildirib ketishimiz kerak. Ya'ni biz qaysi fikrga qo'shilamiz, qaysiga qo'shilmaymiz, aynan shu haqida aytib ketishimiz kerak. Agar o'z pozitsiyamizni bildirib ketsak, shunda 7. Bu IELTS bo'yicha 7, matlab bo'yicha bemalol C1 olasiz. Ya'ni C1 qo'yiladi, sizlarga 7 qo'yiladi IELTS da. Agar biz butun bir essay bo'yicha o'zimiz pozitsiyamiz. Endi biz nima deymiz? Ba'zilar bu zararli deb o'ylasa ham, men pozitiv deb o'ylayman deb aytamiz. Masalan, while o'rniga bemalol although deb ishlatsak bo'ladi. Although'ga qaramasdan. Some people think that they are harmful. I believe that men ishonamanki, qaranglar, z qo'yib butun bitta gap ishlatib ketsalaring bo'ladi-da. They have more benefits. Qaranglar, they have deb mana buni birinchisi advertisements desak bo'lar ekan. Advertisements are harmful, ya'ni ba'zilar yo'q, they are deb ketaveramiz ekan. Xo'p, qaranglar, garchi ba'zi odamlar o'ylaydiki, mana bu yerda ularni harmful, ya'ni zararli deb o'ylasa ham, men ishonamanki, ularda foydalari ko'proq deb ishonaman. Xo'p, endi qaranglar, mana bu yerda bunga moslashtirib ketaylik. Buni sariq bo'lsa, buni o'sha sariq qilaylik. Sariq emas. Mana ko'k qilamiz. Ya'ni qo'shimcha gap tezisda yaxshi qilamiz. Qaranglar.
mana buni tell the reader your plan buni aytishimiz shart emas. Masalan, men ko'p odatda yozmayman bu narsani. Hop, endi chunki mana buni o'zi yetarli. Qaranglar, 40 bitta so'z bu normalniy, o'rtacha yaxshi introduction. Qaranglar, mana bu hech qanday sabablarsiz mana bu yaxshi bitta introduction bo'ldi. Ya'ni ba'zilar buni zararli deb o'ylasa ham, men ishonamanki, ular juda ham foydali. Ularning foydalari ko'proq, ya'ni ko'proq foydalari bor deb aytyapmiz. Bu yerda qaranglar, mana bu o'zimizni mana clear position degan-ku, clear position, ya'ni o'zini pozitsiyasini bildirib ketish kerak degan-ku butun bir anaqada. Buni o'zlarining pozitsiyalarini qanday bildirasizlar? Buni I believe bu bizda o'sha o'zimizni pozitsiyamizni bildirganmiz. Ya'ni men ishonamanki, mening pozitsiyam shuki, ularda foydalari ko'proq, ya'ni reklamalar foydalari ko'proq. Qaranglar, mana buni ranglar bo'yicha chizib ketamiz. Xo'p, buni farq qildik, to'g'rimi? Hop, bu ko'k bo'ldi. Ya'ni bu qo'shimcha gap va mana bu tezis esa, tezis statement bu yashil qildik. Mana bu yaxshi bitta introduction bo'ldi. Bundan ortig'i shart emas. Mana shuni yaxshi yozsanglar bo'ldi. Mana biz ularni har yerda ko'ramiz. Odatda mana bu narsa ham shart emas bo'ladi. Qaranglar, yana bitta narsa ba'zan harmfuldan keyin biz odatda due to qaranglar, sabablarni keltirsak bo'ladi. Mana shu sabablari tufayli bu zararli deb o'ylasa ham, shu sabablar tufayli foydali deb aytib ketsam bo'ladi. Xo'p, qaranglar. Harmful due to nima desak bo'ladi? Masalan, nima uchun zararli? Reklamalar nima uchun zararli bo'lishi mumkin? Masalan, ayniqsa masalan dorilarning reklamasi, dorilar zaharli bo'lishi mumkin. Masalan, ishonchli, masalan, oddiy sifatsiz narsani ham reklama tufayli uni ishonchli qilib yuborishi mumkin. Mana shunaqa sabablarini aytishimiz mumkin. Endi due to there is no there may be ularda bo'lishi mumkin. Masalan, there may be unreliable products, ya'ni ishonchsiz mahsulotlar tufayli ular zararli bo'lishi mumkin, ya'ni ishonchli bo'lmasligi mumkin. Ammo deyapman, qaranglar, bu yerda because of nima desak bo'ladi? Nima uchun ular foydali bo'ladi? Because of ularning foydalari, masalan, reklama foydali bo'ladi. Biz o'zimizga kerakli narsalarni topib olishimiz mumkin yoki o'zimiz tanimagan, bilmagan brendlarni arzonroq narxlarda topib olishimiz mumkin. Because of qaranglar, effects on ya'ni ta'sir tufayli on business, ya'ni biznesga ta'siri tufayli foydalari bo'lishi mumkin. Ya'ni biznesni reklamalar yaxshi qiladi. Mana buni endi qaranglar. Biz aynan sizlarga aytdim, bu introduction, to'liq bir introduction bizga endi yozajak essayimizga map bo'ladi deb aytgandim. Ya'ni map. Nimaga map? Qaranglar, men reklamalar haqida o'zimning fikrimni aytdim, to'g'rimi? Birinchi, qaranglar, o'zi essayda bo'lsa main body 1 edi. Ikkita main body bo'ladi. Main body 1, main body 2. Main body 1, main body 2. Xo'p, endi qaranglar. Men main body 1 da nima yozaman? Main body 1 da nima yozaman? Xo'p,
nima uchun why the ads deylik qisqartirib are harmful, ya'ni nima uchun zararli ekanligini yozaman va qaranglar bu according to other people's opinion, ya'ni boshqa odamlarning fikricha nima uchun bu zararli deb o'ylaydi, ya'ni boshqa odamlar nima uchun buni zararli deb o'ylaydi, o'sha jihatdan olaman. Ya'ni qaranglar, ba'zi odamlar o'ylaydiki, ular zararli deb o'ylaydi, ya'ni men emas, men fikrim men zararli deb o'ylamayman, ba'zi odamlar o'ylaydi va o'sha odamlarning fikricha nima uchun zararli, men badifonda shuni yozaman, ular shunaqa deb o'ylaydi, ular shunaqa, umuman ayda ishlatmaysan deyarli. Main body to the why they are useful, nima uchun foydali ekanligini yozaman according to my mind, ya'ni mening fikrimcha nima uchun bu foydali, nima uchun men bularni foydali deb o'ylayman, o'zimning fikrimni yozaman va bu mening pozitsiyam. Qaranglar, demak sizlar mana bu introductionda sizlar mana bu yerda I believe that deb yozlaringmi, ya'ni men ishonamanki deb yozlaring, bu bitta pozitsiyani ifodalaring, ya'ni qarasanglar mana bu yerda throughout the response degan narsa bor, ya'ni butun bir javoblaringda, ya'ni butun bir essayda sizlarni o'z pozitsiyalaringni bildirishlaring kerak. Endi main body today ham yozasizlar, mening fikrimcha bu anchagina foydali, ya'ni tepasida main body onda yozasizlarda shunaqa tufayli zararli deb o'ylaydi boshqa odamlar. Endi main bodyga o'tasizlar, ammo men buni foydali deb o'ylayman deb yana bir marta o'zingizning pozitsiyalaringni aytasizlar main bodyda. Shunda sizlar introductionda bitta main bodyda va oxirida conclusionda alohida o'tamiz. O'sha conclusionda ham o'zingizning bitta fikrlaringizni aytib ketasizlar va bunda sizlar o'z pozitsiyalaringizni ifodalagan bo'lasizlar. Xo'p, hozir mana shu yerda bitta pauza qilib nima yozilgan bo'lsa o'shani yozib qo'yasizlar. Faqat mana bu map degan joyi shart emas. Tushunarli? Xo'p, buni o'chiraman. Hozir hech narsa o'zgartirganim yo'q. Shu yerda pauza qilib, demak, to'liq yozib olsam, men keyingi essayga, keyingi essay savoliga o'taman va unga ham bitta introduction yozib beraman. Xo'p, agar yozib bo'lgan bo'lsanglar, keyingisiga o'tamiz. Xo'p, qaranglar. In many countries around the world, life expectancy is increasing. Discuss the advantages and disadvantages of this situation. Ya'ni qaranglar, life expectancy degani bu o'rtacha yosh bor-ku, o'rtacha yosh. Masalan, O'zbekistonda o'rtacha yashash yoshi masalan 70 nechidir. Masalan, kimdirlar 100 ga kirib vafot etsa, kimdirlar 60 yoshda, kimdirlar 50, kimdirlar sal yoshrog'ida vafot etadi va umumiy hammasi qo'shilib o'rtachasi chiqariladi. Va bizda masalan 70 atrofida adashmasam, aynan mana shu narsa o'sib boryapti. Life expectancy, o'rtacha yoshi hayoti o'sib boryapti. Ya'ni oldin tasavvur qilinglar, sizlar savolni birinchi o'rinda yaxshilab tushunish kerakda. Avvallari 40-45 yoshgacha bo'lgan. Masalan, o'rta asrlarda 30 yoshdan keyin qari hisoblangan odamlar. Ya'ni 30 yoshdan keyin qari hisoblangan, odatda 45-50 yoshlarida vafot etgan yoki undan ham kattaroqqa kirgan bo'lishi mumkin, lekin asosiy odamlar juda yoshligida vafot etgan yoki 40 dan keyin mana bu vafot etishi katta ehtimol bo'lgan. Hozirgi kunda bemalol odamlar 60-70 yoshgacha bemalol o'ylamay yashaydi, to'g'rimi? Masalan, 60 ga kelsam, 100 gacha kiraman deydi, to'g'rimi? Demak, endi hozir mana shu narsa aynan mana shu o'rtacha yosh o'sib boryapti. Masalan, kelajakda o'rtacha yosh masalan 80-90 bo'lishi ham mumkin degan gaplar bo'ladi. Va qaranglar, endi bu yerda biz buning yaxshi va yomon tomonlarini muhokama qilishimiz kerak ekan va o'zimizning fikrimizni berishimiz kerak ekan. Xo'p, qaranglar. Biz hozir birinchi o'rinda general statement yozib olamiz. Masalan, life expectancy ni boshqa narsa bilan paraphrase qila olmaymiz. Life expectancy is rising. Qaranglar, increasing o'rniga rising. In many countries around the world sal boshqacharoq yozsak bo'ladi. Demak, in a lot of juda anaqa
shunchaki many countries deb ketaveramiz, chunki rasmiyda bu maqulroq. In many countries countries around the world desa boshqacharoq qilamiz. On earth yer yuzidagi deb ketaveramiz. Yer yuzidagi juda ko'p davlatlarda in the world deb ketsak bo'lar ekan. In the world. Demak, dunyodagi juda ko'p davlatlarda hayot, o'rtacha yashash hayoti o'sib boryapti. Qaranglar, shu yerda biz due to deb ketamiz, bir nechta sabablar tufayli deb ketaylik. Masalan, qaranglar, healthcare degan narsa bor. Healthcare bu salomatlik tashkilotini o'zbek tilida nima deyiladi? Tibbiy nimadir-da, xullas. Healthcare. Sog'liqni saqlash xizmati. Xullas. Due to due to better deylik, nima deydi? Better healthcare, yaxshiroq sog'liqni saqlash tufayli nutrition degani bu hozirgi yeyotgan narsalarimiz, nutrition bu foydali moddalar, ozuqa moddalari bor. O'sha and living condition desak bo'lar ekan. Condition. Xo'p, ya'ni yashash tarzi, ya'ni u o'rta asrlardagiga nisbatan qaranglar, hozirgi oldin qirollar ham masalan bitta tishi og'risa ham masalan stomatolog bo'lmagan u davrda. Masalan, hozir o'rtacha yashaydigan odam qirollardan yaxshiroq yashaydi degan faraz bor. Ya'ni o'rta asrlardagi qirollarda masalan kasal bo'lib qolsa, masalan hozirgi darajadagi doktorni topa olmagan. Yoki nutrition, hozirgi yeyotgan ozuqa moddalarimiz oldingidan ancha yaxshi va living condition, yashash tarzimiz ham masalan biz uyimizda issak bo'ladi, yo hozir ham o'tin mumkin endi, yoki yashash tarzimiz oldingidan ancha yaxshi. Masalan, oldin oddiy odamlar masalan bizdan ko'ra anchagina yomonroq ahvolda yashagan. Endi mana shular tufayli hayot tarzi o'sib boryapti. Bu umumiy gap. Demak, buni sal qolib qo'ysak bo'ladi bemalol. Endi qarang, bunga biz qo'shimcha gap berishimiz shart emas. Endi biz aytamiz, garchi boshqalar buni yomon tomoni ko'p deb o'ylasa ham, meni fikrimcha buni yaxshi tomonlari ko'proq deb aytamiz. Qaranglar, umuman yaxshi tomonlari, sizlar har doim yaxshi tomoniga qo'shilishingiz shart emas. Masalan, men mana bunga yaxshi tomoni ko'proq dedim-ku. Masalan, reklamalar bemalol yomon tomoni ko'proq deb aytsalaring bo'ladi. Masalan, men reklamalarda yaxshi deb o'ylayman, o'shaning uchun yaxshi deb yozgan bo'lishim mumkin. Xo'p, kelinglar, mana ularni mana uni hozirgi yomon tomoni ko'proq deymiz. Masalan, yoshlik o'sib borishini yomon tomoni ko'proq, chunki masalan kelajakda pensiyalar yetmay qolishi mumkin. Hamma masalan 60 yoshdan keyin, 65 yoshdan keyin pensiyaga chiqib ketadi va pensiya yoshidagi odamlar juda ham ko'payib ketadi-da, bu qanaqadir inqirozga olib borib o'tishi mumkin va yomon tomoni ko'proq deb o'ylaymiz. O'z aslida men asl fikrim o'zi bu yaxshi tomoni ko'proq deb o'ylayman. Xo'p, qaranglar. Masalan, although some people believe that it has several drawbacks, ya'ni bir qancha yomon tomonlari bor deb o'ylasa ham, garchi in my opinion, qaranglar, har doim I believe, I think deb ishlatishlaring ham shart emas. In my opinion, men fikrimcha deb ham o'zing fikrlaringni, pozitsiyalaringni mana shunday qilib bildirsalaring bo'ladi. Xo'p, in my opinion, nima desa bo'ladi? Uning yaxshi tomonlari ko'proq deb aytsak bo'ladi yoki nima desak bo'ladi yana? Masalan, it has emas.
demak positive sides are outweigh dedik. Outweigh degani adashmasam yengib o'tadi, ya'ni ko'proq o'zi yana yomon tomon deb ketdik. Hop, mana buni o'zgartiramiz. Qaranglar, drawbacks several positive sides, ya'ni uni bir nechta yaxshi tomon. Endi qaranglar, gapimizni o'zgartiramiz. Garchi ba'zi odamlar ishonadi, uni bir qancha yomon tomonlari bor deb ishonsa ham, men fikrimcha deyapti, drawbacks are drawbacks outweigh mana shunday desak bo'ladi. Ya'ni men fikrimcha yomon tomonlari ustun keladi, ya'ni ko'proq degan ma'noda. Outweigh degani ustun kelmoq degani. Demak, mana buni biz thesis statement deb ketamiz. Qaranglar, thesis statement. Bu yerda biz savolga ham javob berdik, ya'ni biz advantage yoki disadvantageligini o'zimizning fikrimizni ham aytdik. Hop, mana shunday qilib javob bersak bo'ladi. Hop, endi qaranglar, yana aytib ketaman. Demak, biz main body 1da biz disadvantages of demak increasing life expectancy, ya'ni o'rtacha hayot oshishining yomon tomonlari haqida yozishimiz kerak main body 1da. Demak, bu boshqalarning fikri. Main body 2da esa biz advantages uni bunday olamiz. Advantages of yana adashib qo'ydim. Hop, bu yoqqa advantage, bu yoqqa disadvantage. Ya'ni birinchi o'rinda qaranglar, boshqalarning fikri, boshqalar buni yaxshi deb o'ylaydi-ku, to'g'rimi? O'shaning uchun main body 1da biz uni yaxshi tomonlari haqida yozishimiz kerak. Advantage degani yaxshi tomonlari. Main body 2da biz yomon tomonni ko'proq dedikmi? Demak, biz yomon tomonlari haqida yozamiz main body 2da. Buning sabablari bilan yozamiz. Endi bo'ldi, hech qanday o'zgarishlar qilib bo'lindi. Mana shuni to'liq yozib olasizlar, pauza qilib. Agar yozib bo'lsanglar, keyin davom etinglar. Chunki hammasi har xil mavzudagi essaylar. Hop, davom etamiz. Qaranglar, keyingi essay savolimiz agree disagree ekan. Hop, qaranglar. Although more and more people read news on the internet, newspaper will remain the most important source of news. Ya'ni garchi ko'proq odamlar yangiliklarni internetda o'qisa ham deyapti, gazeta asosiy yangilik manbasi bo'lib boryapti deyapti. Hop, bu fikrga qo'shilasizmi yo'qmi deyapti. Endi qaranglar, hop, qaranglar, bu yerda mana bu yerda ham anaqa qilmabsiz-ku. Bu yerda shart emas, bu yerda shunday turaveradi. Qaranglar, biz general topic va specific topic topib ketishimiz kerakda hammasida. Hop, general topic, specific topic. Hop, qaranglar, general topic bu yerda nima? Source of news desak bo'ladi. Ya'ni yangiliklar manbasi haqida. Demak, specific topic nima? Specific topic whether newspapers are important. Ya'ni qaranglar, bu yerda aytmoqchi bo'lganim, gazetalar bu muhimmi yo'qmi? O'sha narsaga muhimmi yo'qmi o'sha narsa? Ya'ni specific topic umumiy topikimiz
internet yoki gazeta umuman yangiliklar manbasi haqida spesifik topik bizdan so'ralayotgan narsa esa gazeta muhimmi yo'qmi? Gazeta muhim deb o'ylaydi, bunga qo'shilsa ham yo'qmi? Ya'ni gazeta muhimmi yo'qmi deb so'rayapti. Demak, endi qaranglar. Biz birinchi o'rinda mana bunga birinchi o'rinda general statement olishimiz kerak. Ya'ni mana buni sal o'zgartirib aytsak bo'ladi. Ya'ni hozirgi kunda internet yangiliklarning asosiy manbasi bo'lib boryapti deb aytsak bo'ladi. Xo'p, qaranglar. Bu yerda birinchi aytamiz. Nowadays most of the people rely on the internet when they want to read news. Ya'ni qachonki ular yangiliklarni o'qishni xohlab qolsa, internetga suyanib qolgan, rely on ga suyanib qolgan, ishonib qolgan deydi. Ko'pgina odamlar. Xo'p, endi qaranglar. Sizlarga birinchi gapda while deb bilan berib, o'shanda while bilan beramiz. Garchi ba'zi odamlar kelajakda ham newspaper qaranglar, will degani kelajakda muhim bo'ladi deb o'ylasa ham, men o'ylashimcha baribir internet masalan gazetani yo'q qilib yuboradi deb o'ylayman. Mana shunaqa aytishimiz kerakda. Shunga yaqinroq. Xo'p. While some people think yoki qaranglar, argue degan narsa bor. Argue ni ham bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Argue that newspaper will be a main source for news of news. Yani in the future yani garchi ba'zi odamlar ishonadiki gazetalar asosiy yangiliklar manbasi bo'lib qolishiga kelajakda ishonsa ham qaranglar, I believe that newspaper will be diminish. Adashmasam diminish bu yo'q bo'lib ketish, shunaqa aytdi. Disappear deb ketsam bo'ladi, diminish deb qo'yaylikda. Diminish. Tishmoq ekanda. Ahamiyatsiz bo'lib qolmoqda. Mana shuni diminish shu ishlatsak bo'larmikan? Hop, will be diminished due to internet. Okay, ahamiyatsiz bo'lib qoladi degan ma'noda. Ya'ni ishonamanki gazetalar ahamiyatsiz bo'lib qoladi. Qaranglar, buni sarf qilamiz. Bu yog'i yashil. Qaranglar, yashilga olishdan oldin o'zi aslida qanaqa bo'ladi? Mana bundayda rejani yozmoqchi bo'lganlar bo'ladi-ku, masalan so'z soni ko'payadi, boshqa deb. Bu sal g'alatiroq bo'ladi. Qaranglar, mana bundayda mana while some people argue that, ya'ni ba'zi odamlar kelajakda ham asosiy manba bo'lib qolishiga ishonsa ham, ishonadi, boshqalar esa qaranglar, others believe that, boshqalar ishonadiki internet tufayli mana bu gazeta ahamiyatini yo'qotadi, o'z ahamiyatini yo'qotadi. Qaranglar, in this essay I will masalan I will show some arguments masalan supporting arguments with supporting the letter
view. Ya'ni men bir qancha argumentlar ko'rsataman, ikkinchi fikrni qo'llab-quvvatlab. Ikkinchi fikr mana bu-da, mana bu fikr. Tushunarli? Aynan mana buni qaranglar. Boshqalar ishonadiki, mana bu yerda yana men ikkinchi fikrni qo'llab-quvvatlayman va bu narsa shart emas, shunchaki buni o'chirib tashlab, qaranglar, qisqaroq bo'lsa yaxshi degandiga, other stone'ga I believe deb aytib ketsak bo'ladi. Biz o'sha boshqalarga qo'shilamiz-da. Demak, mana buni yashil qo'llaman. Qaranglar, agar mabodo mana bunaqa yozishni xohlaganlar bo'lsa, mana shuni shunday to'xtatib yozib olsin. Lekin men tavsiya qilaman buni. O'shaning uchun iloji bo'lsa mana shu yerda hozir yashilga olaman va sizlar to'xtatib yozib olasizlar. Xo'p, endi qaranglar, hali davomi ham bor ekan. Main body 1 shunda main body 1 qaranglar. Bu agree disagree da nima bo'ladi? Main body 1 da sizlar internet is important ekanligini yozasizlar. Qaranglar, men ikki xil variant aytaman-da. Internet is important, ya'ni muhimligini yozasizlar. This qaranglar, importance of internet dedik. Importance of internet with two arguments. Ya'ni ikkita argument bilan isbotlashgan kerak. Internet muhimroq gazetadan ko'ra. Ikkita argument main body 2 da ham aynan mana shu narsa bo'ladi, faqat boshqa argumentlar bilan. Ya'ni internet, hozirgi kunda internet asosiy narsa, masalan, hamma qo'lda telefon bor, gadjetlar bor deb aytasizlarda va keyin ikkinchisida yana ikkita yaxshi argument keltirasizlar. Ya'ni gazeta o'z muhimligini yo'qotadi, chunki uni borib biron joydan sotib olish kerak, obuna bo'lish kerak deb baribir internet muhim ekanligini ko'rsatib berasizlarda, main body 2 da ham. Ya'ni sizlar agree disagree da mana shunaqa main body yozadi. Main bodyni o'sha payt ko'ramiz, shunchaki aytyapman. Endi yana bitta variant qanaqa bo'ladi? Main body 1 da others opinion, ya'ni boshqalarning fikrini yozasizlar. Boshqalar qo'shilmaydi, ya'ni boshqalar gazeta muhim deb o'ylaydi deb yozasizlar. Ya'ni bu yerda others opinion, boshqalar fikri with two arguments. Ya'ni ikkita argument bilan aytasizlar. Ya'ni others opinionda nima haqida? About importance of newspaper. Ya'ni gazetaning muhimligi haqida boshqalarning fikrini yozasizlar. Ya'ni boshqalar bunaqa deb o'ylaydi, gazeta muhim deb o'ylaydi. Shu sabablarga ko'ra. Main body 2 da esa sizlar o'zlarining fikrlarini yozasizlar ikkita argument bilan, ya'ni importance of internet, ya'ni internetning muhimligi haqida. Mana shunaqa tarzda yozsanglar bo'ladi. Agree disagree. Hozir sizlarga anchagina ko'p ma'lumotlar berilyapti. Main bodylar haqida ham faqatgina introduction bo'lib qolmayapti-da bu yerda. O'shaning uchun video anchagina cho'zilyapti. Xo'p, endi bizda yana mana bu yerda juda ko'p bor ekan. Yana ikkita yozsak menimcha yetadi. Qolgan essay turlariga o'sha essay turini o'tganimizda yozib ketamiz. Qaranglar, mana ikkala buni olmaymiz. Qaranglar, buni o'chiramiz. Endi mana bu savol turini ko'ramiz. There are many different types of music in the world. Ya'ni bugungi kunda juda ham ko'p turdagi musiqalar bor. Nima uchun bizga musiqa kerak? Traditional musiqa, davlatning traditional musiqasi, ya'ni an'anaviy musiqasi ko'proq muhimmi mana bu xalqaro musiqadan? Hamma joyda eshitiladigan. Xo'p, bu savol turiga bu ikkitalik savol turi deyiladi. Ikkitalik savol turi. Buni nima qilasiz? Birinchi o'rinda qaranglar, general statement. Xo'p, qaranglar. Keyin esa answer for both questions. Bo'ldi, mana shunday. Xo'p, qaranglar. Mana shu narsalarni yozish kerak. Masalan, mana yozamiz according to the internet.
internet tufayli, bu tepadagi umuman aloqasi yo'q, lekin internet tufayli we have access to various musics in the world. Around the world desak bo'lar ekan. Qaranglar, savolda in the world ishlatilgani uchun biz around the world ishlatamiz. Around the world, ya'ni butun dunyo. Qaranglar, internet tufayli bizda turli xil musiqaga access bor. Access bu kirish huquqi mana shunaqada bemalol ochib eshitishda, mana shu turli xil musiqalarga, dunyodagi turli xil musiqalarni kirish imkoniyati bor, ya'ni olib eshitish imkoniyati bor deyapti. Hop, nima uchun bizga musiqa kerak? Qaranglar, birinchi o'rinda shuning uchun musiqa kerak. Mana shu sababli musiqa bizga kerak. Va qaranglar, I think music can help us to see can help us in different ways. Ya'ni o'ylashimcha musiqa bizga turli xil yo'llar bilan yordam beradi. Qarang, qanaqa yordam berishini ko'ramiz. Aynan main body'da yozamiz. Nuqta qo'yamiz. Keyingi savolga javob beramiz. Qarang, and bilan yozib ketsak ham bo'ladi. I believe that. Ishonamanki, I argue that deb ketsa ham bo'ladi. Ikkalasi bir xil. Demak, men ishonamanki people should